Assalomu alaykum do'stlar. Aeroport hududidan 3 xonali plus holga ega bo'lgan 88 kvadratli kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir hol qismida turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehka zona qilingan va mana bu tomonda bizlarda TV zona joylashgan. Bu tomonda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi va prixoja mebel joylashgan. Endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda kattagina mehmonxona bo'lyapti. O'zining balkoniga ega kvartiramiz. Kvartiramiz polsi yevro remont qilingan. Remontdan keyin hali hech kim yashamayapti. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasi ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bu yerda bolalar yotoqxonasida ham kravat, shifoner, tumbuchkalar o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham keng bo'lyapti. Bu yerda ham balkoni bor. Kuxni garnitura podzakas olib kelingan. Krashin eshiklar, bu yer esa bizlarda sanuzol, dvoqkonturli kotel o'rnatilgan, sopli pol qilingan. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.